Bismillahirrohmanirrohim. Kayfiyatul i'robi. Tarkib qilishning qanday bo'lishligi. Alimna mimma taqaddama lana anna al-huruf al-hijaiyata tatarakkabu minha jami'ul kalimati. Yuqorida o'tgan narsalardan bildikki, albatta hijja harflardan jamiki so'zlar tuziladi. Va annal kalimati fi'lun vasmun va harfun. Va bildikki albatta so'zlar fe'ldir, ismdir va harfdir. Va anna minal kalimati ma huwa mabniyun va ma huwa mu'rabun. Va yana bildikki albatta so'zlardan u mabni bo'ladiganlari bor va u mu'rab bo'ladiganlari bor. Va annal mu'raba yakunu marfu'an aw mansuban aw majzuman aw majruran. Va yana bildikki albatta mu'rab raf o'qilgan bo'ladi, nasb o'qilgan bo'ladi, jazm o'qilgan bo'ladi yoki jar o'qilgan bo'ladi. Va arafna mawazi'a zalika. Mana shuning o'rinlarini bildik. فلا يعسر علينا بعد ذلك إذا رأينا عبارة أن نقرأها صحيحة ونميز كلماتها بأن نبين الاسم والفعل والحرف منها ونبين المبني والمعرب ونميز المرفوع والمنصوب والمجزوم والمجرور ونذكر سبب ذلك. بس bizga endi bundan keyin qiyinchilik yo'q. Agar biz bir iborani ko'rsak, uni to'g'ri o'qimoqligimiz va uni so'zlarini ajratmoqligimiz, ismlarni, fe'llarni, harflarni undan bayon qilishlik bilan va yana mabni, mu'rablarni bayon qilishlik bilan va yana raf o'qilgan, nasb o'qilgan, jazm o'qilgan, jar o'qilganlarini ajratmoqlik bilan va mana shuni sabablarni zikr qilmoqligimiz qiyin bo'lmaydi. Va haza yusamma indahum bil i'robi. Mana shunday qilishlikni ularni, ya'ni arab ulamolar nazdida tarkib qilish deb ismlanadi. Fa naqulu fi misli la yuakhir ahadun amal al-yawmi li gadin. Mana bunga o'xshagan narsada aytamizki, biror kishi bugunlik ishini ertaga kechiktirmasin degan jumlada la harfun nahi mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. La bu nahi harfi, qaytaruvchi harf, sukunga mabni qilingan. Tarkibda buning uchun alohida o'rin yo'q. La yuakhir fi'lun muzari'un majzumun liwuqu'ihi ba'da la in-nahiyati. La yuakhir bu fe'l muzori jazm o'qilgan, nahiy qiluvchi, qaytaruvchi lodan keyin tushganligi uchun. Ahadun fa'ilun marfu'un. Ahadun yuakhirni fa'ili raf o'qilgan. Amala maf'ulun bih mansubun. Amala yuakhirga maf'ulun bih nasb o'qilgan. Al-yawmi muzofin ilay majrurun. Al-yawmi amala muzof, al-yawmi muzofin ilay jar o'qilgan. Lighadin al-lamu harfu jarrin mabniyun ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rabi. Lighadindagi lom harfi jar kasraga mabni qilingan, uni tarkibda alohida o'rni yo'q. G'adin majrurun billami. G'adin yuqorisida harfi jar lom kelgani uchun jar o'qilgan. Va ala haza al-qiyasu. Mana shunga binoan qiyos bo'ladi. Bundan keyin jumlalarni shunday tarkib qilasiz. Bu tarkib qilishdan ozgina namunalarni darslarni orasida o'tkazdik. Bu tarkib qilib ma'no berishlik sizni tushunchangizni va ma'no berishga jidda katta ahamiyatga egadir. Tamrinun mashq. Iqra'il jumalal atiyata sahihatan va a'ribha ba'da zalik. Kelgusi jumlalarni to'g'ri o'qi va undan keyin uni tarkib qil. Inna tarixa mir'atun li hawadisi zamani. Albatta tarix zamon hodisalarining ko'zgusidir. Inna hurufu mushabbaha bil fe'l. At-tarixa uni ismi, mir'atun xabari. Li hawadisi jor majrur. Hawadisi muzob, zaman muzofin ilay. حاصر جيش الإسلام مدينة الإسكندرية في خلافة الفاروق سنة وشهرين. Islom askarlari Iskandariya shahrini
Umarul Foruq xalifalarida bir yo'li 2 oy qamal qildilar. Xosara fe'l Jayshul Islomiy muzofin ilayh bo'lib turib foili, Madinatul Iskandariyati muzofin ilayh bo'lib turib xosaraga maf'ul. Fi xilafati jori majrur, xilafati muzof al-Faruqi muzofin ilayh. Sanatan zarf ya'ni xosaraga maf'ulun fi va shahrayni atf matf. ثم دخل الجيش هذه المدينة فائزا بالنصر متوجا بتاج العز والفخر. So'ng askarlar bu shaharga g'alaba bilan zafar qozongan holda va azizlik va faxr tojini toj qilgan holda kirdilar. ثم عطف معطف جملة دخل فعل الجيش فاعل هذه المدينة موصوف صفت بالضرب دخلها مفعول فإذا حال bu poyildan hol bin nasr jori majrur mutaalliq faizanga mutavvijan bu ham hol poyildan bitajil izzi bi harfi jar toj majrur tojil izzi muzofin ilay wal fakhri atf matf. Yu'rafu sahibul amanati indal ahzi wal i'ta'i. Omonat egasini oldi berdi paytida taniladi. Yu'rafu majhul fe'l sohibul amanati muzofin ilayh bo'lib turib noibi foil indal ahzi muzofin ilayh zarf wal i'ta'i waw atf i'ta'i ma'tuf ma'tufin ilayh al ahzu. Lisanu tajribati asdaqu. Tajribaning tili rostgo'yroqdir. Lisanu tajribati izofa bo'lib mubtado asdaqu xabar. Inna va'dal hurri daynun alayhi. Albatta hur kishining va'dasi uning ustiga qarzdir. Inna hurufi mushabbaha va'dul hurri muzofin ilayh bo'lib turib innani ismi daynun uni xabari alayhi jori majrur mutaalliq daynunga. Afatul muruvati xulful va'di. Odamgarchilikning ofati va'daga xilof qilmoqlikdir. Afatul muruvati muzof ilayh mubtado xulful va'di bu ham muzofin ilayh bo'lib turib xabar. Al-ikhvanu zinatun fil roha'i va uddatun fil bala'i va ma'unatun alal a'da'i. Birodarchilik kengchilik paytida zinatdir va musibatlar paytida tayyorlab qo'yilgan ta'minotdir va dushmanlarga qarshi yordamdir. Al-ikhvanu mubtado zinatun xabari fil roha'i jori majrur mutaalliq zinatunga va atf uddatun ma'tuf zinatunga fil bala'i jori majrur va atf ma'unatun ma'tuf yuqoriga al a'la jori majrur mutaalliq va shu kabi keyingi jumlalarni ham tarkib qilishga intiling. Tamurrul furasu marra sahabi. Fursatlar go'yoki bulut o'tgandek o'tadi. Az-zahabu ma'dinun nafisun rannanun asfarul lavni jamilun. Tillo noyob qazilma jarangdor rangi sariq chiroylikdir. Az-zahabu mubtado bo'ladi, ma'dinun xabar, nafisun buni sifati va keyingi so'zlar hammasi sifat, chunki bir mavsufni bir necha sifati bo'lishi mumkin. Va yusta'malu az-zahabu wal fizzatu fin nuqudi wal hulya. Tillo va kumushni pullar va bezaklar yasashda ishlatiladi. Al-af'alu mabniyatun illa al-mudari'a. Fe'llar mabnidir, faqatgina muzoridan boshqasi. Hayrul umuri al-vasatu, ishlarning yaxshirog'i o'rtachasidir. Qala a'robiyyu al-balagatu hazful fuzuli va taqribul ba'idi. A'robiy aytdiki, balog'at yani so'zning chiroyligi, ortiqcha so'zni tark qilish va uzoqni yaqin qilishdir dedi. لا يزال الجاهل لاحيا يبيت قلبه خاليا ويصبح طرفه ساحيا. Johil doim behudalikda bo'ladi. Uni qalbi xoli bo'ladi, ya'ni tunda. Uni ko'zi adashuvchi bo'ladi, bu tongda. Bu la yazal af'ol noqisa al-johil ismi lohiyan xabari shu kabi keyingi jumlalar. Al-asma'u mu'rabatun illa az-zama'ira
وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وألفاظا قليلة غير ذلك. اسمlar mo'rabdir, faqatgina zamirlar va ishora ismlari va mavsula ismlar va shart ismlari va undan boshqa ozgina lafzlar mo'rab emasdir. يكون الزئبق سائلا في درجة الحرارة المعتادة. simob o'rtacha harorat darajasida suyuq bo'ladi. يكون أفعال ناقصة. الزئبق uni ismi soilan xabari fi darajati jori majrur, bu darajat muzob harorati muzobin ilay al haroratul mu'tadati mavsub. Yusta'malu za'baqu fi amal al mir'ati. simobni ko'zgular yasashda ishlatiladi. Al mar'u qalilun bi nafsihi va kasirun bi ikhwanihi. Inson o'zi bilan ozdir, birodarlari bilan ko'pdir. Infaradal ilahu bil kamali. Yetuklikda Alloh yolg'iz bo'ldi. Tammal kitabul avval, birinchi kitob nihoyasiga yetdi. Alhamdulillah, buni oxirisiga yetib keldik. Bu 1439 hijriy yil 27 Rajab Meroj kechasi bo'ldi. Bu darsimizni eshitib, kamchilik xatolarini avf qilib tuzatib, bizni haqqimizga mag'firat qilishlikni Allohdan so'ragan birodarlarimizni ilm merojiga chiqishlariga Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin.